hozir O'zbekistonda buzilayotgan oilalarning 20% telefonni tufaylisidan buzilyapti deyapti. O'zbekistondek 30 millionlik katta davlatni buzilayotgan oilalarning 20%ni baloni sababi telefon. Qo'l telefoni. Nima qiladi? Erkak qandaydir bir o'ynashini topib gaplashadi. Qisqa maktublar yuboradi. Surat yuboradi. Yuradi, bir kuni xotini ko'rib qoladi. Janjal boshlanadi. Bu kimning nomeri deydi. Hali nomerga telefon qilsa, u yoqdan men palonchini o'ynashiman deb aytadi nariga. Janjal bo'ladi, qiyomat bo'ladi, oila buziladi, xudo andalar rasvo bo'ladi. Hamma yo'g'i shu. Mana shu telefonning odobini bilmaslikdan. Yoki aksincha yangi tushgan kelin o'zini gaplashib yurgani bilan o'sha to'yning kunini ertasiga gaplashib ko'chaga chiqib uchrashyapti. Orqasidan poylab borib ushab haydayapti. 3-4 farzandi bor ayol eri bilan yotgan o'rnidan turib kechasi dahliziga chiqib gapirayotganda qo'lga tushyapti. Nomerini qarasa 60 marta gaplashgan, 70 marta gaplashgan. Telefonni markaziga borsa hammasini chiqarib qo'lga ushatyapti, mana deyapti. Mana odobni bilmaslik, musulmonchilik chegarasida turmaslik qanchalik kulfatlarni olib keladi.